Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana keyingi zakazlarimiz 5 ta eshik, 3 ta rom Paxtaobod shahriga olib keldik. Ko'rib turganinglardek mana 2 qanotli eshiklarimiz. High-tech fasonda. Juda ham chiroyli chiqqan. Bu yog'ochlarda pena qisib olmasin deb beliga qo'yib qo'ydik, penalab oldik bularni. Mana juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Oynalari ko'rinadigan oyna, qora oyna ichkari ko'rinadi. Zamonlarimiz magnetli yaxshi zamonlarda. Mana ochilib yopilishlari ham gupillab, yumshoq ochilyapti. Qator zalda juda ham chiroyli chiqdi mana karnizlarimiz. Romlar, oynalar germetiklarda eshikda ham, romda ham gupillar. Gupillar ochilib yopiladi, o'rtaga qilib ochiladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustanovkasi ichida. Bemalol murojaat qila olasizlar. Ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli chiqdi eshiklarimiz. Sifati ham yaxshi, xudo xolasa. Bemalol murojaat qila olasizlar. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 93lik 075 87 64. Pastda yana yozib qoldiramiz. Yoqqan bo'lsa bitta like patishga bosib qo'yamiz. Kanalimizga keyinroq tarqalish uchun xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.